Uy-joy shunchaki boshpana emas, u insonning ko'nglidagi ma'naviy qo'rg'ondir. Tasavvur qiling, 30 yil oldinga bir nazar tashlaylik. O'zbekistonda qariyb 25 yil mobaynida ko'p qavatli uylar deyarli qurilmadi hisob. Lekin aholi nufuzi ko'payib bordi. Natijada mamlakatda uysiz aholi soni ortaverdi. Bu o'z navbatida ko'plab maishiy muammolarni keltirib chiqardi. Keyingi 5-6 yilda mamlakat bo'ylab jadal qurila boshlagan ko'p qavatli uylar birinchi navbatda unga muhtoj, kam ta'minlangan, nogironligi bor yurtdoshlarimizga berilishi yaqin qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarning tiklanishiga ham sabab bo'ldi. Davlatimiz rahbarining 2021 yil 9 dekabrdagi Yangi O'zbekiston massivlarini qurish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Massivlarning qurilishi millionlab odamlarning tasavvuriga ham sig'maydigan yangilik edi. 2022 yilda 29 ta, 2025 yilda 56 ta, jami 890 ta uy, 31692 ta xonadon qurib foydalanishga topshirildi. Massivlarda odamlarga har tomonlama qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar shaxsan davlat rahbarining nazoratida. Prezidentimiz raisligida joriy yilning 23-yanvar kuni ipoteka dasturi doirasida 2024 yilda amalga oshirilgan ishlar va 2025 yilga rejalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida ham Yangi O'zbekiston massivlarining qurilishiga alohida to'xtalib o'tildi. Endi Yangi O'zbekiston massivlariga berilgan yer bo'yicha loyihalashni 2 oydan, qurilishni boshlashni 3 oydan oshirishga yo'l qo'yilmaydi. Bu talab buzilsa, yer qaytarib olinib, qayta auksionga chiqariladi. Yana bir marta hokimlar eshitib olsin. Yangi O'zbekiston massivlari bu prezident siyosati. Massivlarni muhandislik, transport, kommunikatsiya tarmoqlari bilan ta'minlash maqsadida 2022-2024 yillarda davlat byudjetidan 1 trillion 716 milliard so'm, ijtimoiy soha obyektlarini qurish uchun 665 milliard so'm ajratildi. Joriy yilda davlat rahbari tomonidan tasdiqlangan farmonga ko'ra, hududlarda 135 mingta ko'p kvartirali uy-joylar qurilishi belgilangan. Yangi O'zbekiston massivlari buni alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Joriy yilning o'zida 56 ta massivni tashkil etdi, ya'ni butun O'zbekiston bo'ylab 2030-yilgacha topshiriq shunaqa bo'lganki, 100 taga yetkazish. Bu Yangi O'zbekiston massivlaridagi o'zi uy-joylar nima? Bu prezident siyosatidagi masala, ya'niki har bir hududda suv, elektr, gaz va yo'l infratuzilma bilan ta'minlangan uy-joylar bo'lishi. Yonida ishlab chiqarish zonalari, ya'ni sanoat zonalariga yaqin hududlarni tanlab olish va shu bilan birga uzluksiz ichimlik suv, elektr va gaz bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. O'sha uy-joylarning atrofida poliklinika, bolalar bog'chasi, maktab va keyinchalik universitetlar qurilish topshirig'i ham berilgan. Bu nimani eslatadiki, ya'ni o'sha jahon tajribasi, ya'ni Xitoy Xalq Respublikasi tajribasi asosida barcha hududlarni baravar rivojlantirish konsepsiyasi bor. Bugungi kungacha joriy yilda qurilishi rejalashtirilgan 135 mingta uy-joylarning 10 mingga yaqini qurib foydalanishga topshirilgan. Nurli yo'llarga eltuvchi Nurafshon. Ha, u bugun Toshkent viloyatining yuragi. Shaharchaga 5 yil oldin kelgan odam bugun qayta kelsa uni taniy olmaydi. Sababi yangi turar joylar, ko'p qavatli uylar shaharcha ko'rkiga ko'r qo'shyapti. Nurafshon shahrining ichida aqlli shaharcha qurilyapti desam, ishonasizmi? Ha, Yangi O'zbekiston massivi ham qad rostlayapti. Zamonaviy uylar bilan bir qatorda yangi istirohat bog'i, san'at saroyi, ma'naviyat va ma'rifat markazi bunyod bo'lyapti. Nurafshon zamonaviy shaharcha, Toshkent viloyatining yuragi sanaladi. Bugun bu yer ham qurilishlar maydoniga aylanib ulgurdi. Bu yerda zamonaviy Yangi O'zbekiston massivlari barpo etilmoqda. Dasturga muvofiq 10 gektar maydonda 29 ta ko'p qavatli uylar qurilishi va 1000 dan ziyod xonadonlarga berilishi reja qilinmoqda. Shu kunga qadar 10 dan ziyod ko'p qavatli uylar o'z egalariga topshirildi. Toshkent viloyati tashkil topganiga 80 yil bo'ldi, lekin yaqingacha ham uning ma'muriy markazi yo'q edi. Albatta, bu hududni kompleks rivojlantirish, aholining mehnat qilishi va munosib yashashi uchun jiddiy muammolar tug'dirishi aniq edi. Nurafshon shahrining yangitdan barpo etilishi esa aholiga keng qulaylik yaratdi. Bugun shaharcha o'z nomiga mos vatanimizning eng ko'rkam, eng shinam, eng obod go'shalaridan biriga aylandi. Muhtaram prezidentimiz Nurafshon shahriga asos solganlaridan keyin yangicha qiyofa kasb eta boshladi. Nurafshon shahri Toshkent viloyatining yuragiga aylandi. Avval panapsiqam uylar, chang ko'chalar, kichkina ko'chalar bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda osmono'par binolar, chiroyli zamonaviy inshootlar qad rostladi. Bunaqa shaharlarda yashash
bunaqa shaharlarda o'qish bizga armon edi. Va bugungi kunda bu armonimiz ushlanib, orzu umidlarimizga yeta boshlayapmiz. Bugun Nurafshon o'zgacha qiyofaga ega bo'lmoqda. Shaharni ichida yangi shahar, yangi O'zbekiston massivi barpo etilmoqda. Bu uylarda kelib yashash bu baxt. Biz bugungi kunda yurak-yuragimizdan tuymoqdamiz. Va xalqimiz mana shu baxtdan minnatdor bo'lmoqda. Shu paytgacha uyimiz bo'lmagan, subsidiya asosida davlatimizdan subsidiya chiqdi. Shu bilan uy oldik. Juda ham baxt, juda ham. Buni oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Umuman u yerda yashash, ayniqsa mana shunaqa zamonaviy uylarda, sharoiti a'lo darajada bo'lgan uylarda yashash undan ham zo'r. Endilikda bog'chalar, maktablar hududga juda ham yaqin, o'zini o'yingohlari bor. Biz kichkinaligimizda eslayman-da, shu o'yingohga boramiz deydigan bo'lsak, juda ham bir uzoq tuyulardi-da, endi kichkina bo'lganmiz, qadamimiz sekin. Lekin hozirda qanaqa? Ko'p qavatli uylarda turadigan bo'lsak, pastga tushamiz lift orqali. Shu bilan yana keyin bemalol o'rtoqlarimiz bilan o'ynab. Davlatimiz rahbarining 2024-yil 30-apreldagi farmoniga asosan Nurafshon Business City hududida yangi O'zbekiston massivi barpo etilyapti. 29 ta ko'p qavatli uylar qurilishi belgilanmoqda. Rejalashtirilgan 29 ta uylarning 10 tasida bugun qurilish ishlari yakunlandi. Yaqin kunlar ichida ular o'z egalariga topshiriladi. Qolgan 19 tasi yil yakuniga qadar foydalanishga topshirilishi belgilangan. Farmon asosida 29 ta ko'p qavatli uy qurishimiz kerak, 1000 xonadonli reja bo'yicha. O'tgan yili belgilangan rejani 10 ta uylar qurib foydalanishga topshirildi. Bu yil qolgan 19 tasi bo'yicha ishlar ketyapti. Bugungi kunda tayyorgarlik darajamiz 11 tasida 90% ga yetgan obodonlashishlar olib borilyapti. Qolgan 8 tasini sentyabr oyigacha jami to'liq reja bo'yicha uylar to'liq qurib foydalanishga topshiriladi. Bugungi kunda yangi O'zbekiston massivlaridan tashqari bizda investorlar tomonidan 4000 xonadonga mo'ljallangan 30 ta uylar bo'yicha ishlar boshlangan. Agar viloyat markazini hisoblaydigan bo'lsak, bu Nurafshon biznes hududi 40 ming aholiga mo'ljallangan shaharcha. 3 yil ichida biz 10 mingga yaqin xonadonni qurib foydalanishga topshirishni rejalashtirganmiz. Hududimizda ko'p qavatli uylardan tashqari Prezident maktabi, 2 ta universitet, 8 ta ma'muriy davlat idoralarining binolari qurilgan. Yangi O'zbekiston bog'i bizda bor. Sun'iy ko'l qurilgan. Bosh rejamizga qo'shimcha yangi suzish havzasini qo'yganmiz. Tibbiyot klasteri yaqinda bizda qurilishi boshlanadi. 2024-yilning boshida yangi O'zbekiston massivi hududida 13 kilometrlik ichki yo'llarni qurish lozim bo'lgan. Bugungi kunda ichki yo'llar qurilishi boshlanib, 1,5 kilometrlik asfalt beton, 1 kilometrlik beton yo'l qurildi. 3 kilometrga shag'al asosli yo'l tayyorlandi. Shuningdek, 3,6 kilometr markaziy ko'cha yangitdan qurildi. Yurtimizda bo'layotgan bunyodkorlik ishlari Nurafshonni o'zgacha qiyofaga olib keldi. Toshkent viloyatida Nurafshonimiz borligidan biz juda ham faxrlanamiz. Nurafshon shahridagi qurilayotgan uylar, ulardagi zamonaviy qulayliklar fuqarolarimizga mamnun bo'lib, fuqarolarimiz bugungi kunda davlatimizdan, yurtimizdan juda ham minnatdor bo'lmoqda. Yangi O'zbekiston massivini o'rnida quruq dala bo'lgan, bog' bo'lgan. Bog'lar ham unaqa juda ko'krab, ko'karib ketib bir chiroyli bir manzara tashkil qilganini hech eslay olmayman. Cho'lga o'xshagan quruq yerlar bo'lgan. Aholini uylari asosan yo'l yoqasida bo'lib, ichkari uncha ko'rinmagan edi. Mana o'zingiz ko'rdingiz, qanaqa chiroyli shahar barpo etildi. Toshkent shahridan kirib kelishda, Nurafshonga kirib kelgandan har ikki yo'lning ikki chetida chiroyli, baland qurilgan imoratlar, chiroyli ko'p qavatli uylarga ko'zingiz tushadi va salgina yurib Nurafshon shahrini markaziga, Nurafshon City'ga kirib kelasiz. Nurafshon shahrining markaziga kirib kelgandan keyin o'zgacha qiyofa, yangi qurilayotgan uylar, zamonaviy uylar odamlarga haqiqatda ko'tarinki kayfiyat bag'ishlaydi. O'z shahar qurilish invest mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan 650 xonadonli 11 ta ko'p qavatli uylar qurildi. Xorijiy investorlar tomonidan 8 ta ko'p qavatli uylarda qurilish ishlari olib borilmoqda. Albatta, uyi bor odamning o'yi bo'lmaydi. Ko'ngli to'q bo'ladi, kelajakka ishonch bilan qaraydi. Katta maqsadlarni dilga tugib, bunyodkorlikka, yaratuvchanlikka intilib yashaydi. Yangi uy yangi orzularni, ezgu niyatlarni amalga oshirishga imkon beradi. Chunki muqaddas sanaladigan oilaning o'z mustaqil qo'rg'oni bo'lsa, barcha niyatlar albatta ijobat bo'ladi.